Bir kuni o'lim bir insonni uyiga ketdi. Bu rivoyat meniki emas, o'qib qoldim, uni sizlarga ham ilingim keldi. Aytibdiki, bo'ldi, seni vaqting keldi. Olib ketaman debdi. Shunda inson o'limga kofe qilib beribdi va uni ichiga uxlatadigan dori solib qo'yibdi. Uxlatadigan dorili kofeni ichib, o'lim uxlab qolibdi. Shunda inson darrov uni daftarini olib, o'zini eng oxiriga yozib qo'yibdi, boshidan o'chirib. Uyg'ongan o'lim aytibdiki, maza qilib uxladim, senga kofe uchun rahmat. Bugun senga bir yaxshilik qilaman. Sen emas, eng oxirida turgan odamni jonini olaman debdi. Bu bilan rivoyatda nima deyilmoqchi? Ba'zi narsalarni o'zgartirish bizni qo'limizda emas. O'zgartirishga kuchingiz yetgan joyni o'zgartiring, qolganiga tavakkal. Mana Allohga tavakkal, menimcha shu bo'lsa kerak. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman.